Diqqat. Hop. 1, 2, motor bor. Ketdi muzika. Navbatdagi qahramonimiz ko'p emas, keraklisini gapiradi. Shu jihatdan uning fikrlari nima qilishni bilmayotgani uchun to'xtab, oldinga qadam tashlashga jur'ati yetmayotgan ba'zi odamlarga turtki bo'lsa ajab emas. Umid qilamizki, loyihamizni e'tibor bilan kuzatasiz. Men o'tmish bilan kelishib olaman, yopib tashlayman, yaxshi ko'rmayman o'tmishga qaytish. Bilmadim, singillarim o'zi aytib bersa kerak, bilmayman. Xohlagan gapinglarni gapirishinglar mumkin. Bemalol hech kimga javob qaytarmaganman. 5 yil oldingi men umuman boshqa odam bo'lganman. Hozir boshqa odamman. Farzandlarimiz bizani mulkimiz emas. Ular alohida odam. O'zlariga ham aytaman, rahmat deyman, chunki men bilan yashash oson emas deb o'zim ham hattoki o'ylayman. Otamiz Tolibjon Umurzoqov, onamiz Zumrat Umurzoqova, ikkalaligisi ham Politexnika institutida o'qishgan, injener. Dadam neftigazda ishlaganlar, oyim ham oxirgi yili neftigazda ishlashdi. Men kattasiman, 4 ta farzandmiz. 4 ta qiz, o'g'il yo'q. Men uzr so'rayman, g'irt quloqsiz, yaxshi emas bola bo'lganman, to'g'ri qilganman deb o'ylayman. Qahramonimiz ular qanday o'tganidan qat'iy nazar ortda qolgan yillar haqida eslashni istamaydi va bu borada o'ziga yarasha asoslarni keltiradi. Ishonasizmi Oybek aka, men o'tmishni yopib tashlayman. Yaxshi ko'rmayman o'tmishni eslashni. Hozirgi darajamizga bizani o'tmish keltirdi. Hozirgi harakatimiz bu bizani kelajagimizni yaratadi. Lekin o'tmish yo'q. Men o'tmish bilan kelishib olaman, yopib tashlayman, yaxshi ko'rmayman o'tmishga qaytishni. Chunki yoshligimizda juda ko'p narsalar o'tadi-ku, baribir hayotimizdan to'polonchi bo'lganman. Juda ko'pchilik bilan yaxshi emas bo'lgan muomalam. Menga nisbatan, meni ularga nisbatan o'sha payt bu narsa qiynamasligi uchun kimdandir qarz bo'lib qolgansiz, kimdir sizdan qarz. Hamma qarz отношенияларga, yomon отношенияларga oxiri o'zim bilan o'zim kelishdim. O'tmishni yopish kerak. Yopmasa bu hayotda vaqtingiz ketib qoladi. Kechira olmayman degan so'z, kechira olmayman degan so'zi o'zi yo'q. Hattoki sizga xiyonat qilgan insonni ham kechirmaslik degan so'zni olib tashlaganman. Meni ratsionimda bu so'z yo'q. Yomonlik qilgan odam yaqinlashtirmayman, bo'ldi. Gavhar Mo'minjonova 3 ta singilning opasi. Ular orasida ko'pchilikka tanish telejurnalistlar Nilufar va Feruza Umurzoqovalar ham bor. Qiziq, qahramonimiz o'zini qanday opa deb bilar ekan? Bilmadim, singillarim o'zi aytib bersa kerak, bilmayman. So'nggi paytlar 4-5 yilda hayotimda o'zgarish bo'ldi. Vaznimda o'zgarish bo'ldi, dunyoqarashimda o'zgarish bo'ldi. Baribir kim bilandir yursangiz, siz atrofingiz katta o'zgarishga ega bo'lar ekan, atrof muhitga ko'p narsa bog'liq ekan. Shunaqa hayotimda, bilasizmi, shaxsiy hayotimda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Kechqurun 1-2 da men bilaman kimga qo'ng'iroq qilishimni, men opamga qo'ng'iroq qilaman va har doim mana bunaqa qil muhokama qilmasdan eshitib beradigan inson hayotingizda deyarli bo'lmaydi. Rostdan ham aytgan, meni ham yaqin dugonam yo'q, meni yaqin dugonalarim, meni opalarim. Va mana shu vaziyatda meni opam muhokama qilmasdan eshitib beradilar, "Ke o'tir, mana bunaqa qilsang balki shunaqa bo'lar ekan" degan vaziyatlar bo'lganda, aytaman, yarim kechasi qo'ng'iroq qilsam ham ular o'nda uxlaylar, undan keyin bezovta qilib bo'lmaydi, shaxsiy chegaralari bor-da. Lekin meni eshitib, "Ke mana shunaqa qilsak nima bo'ladi?" Hattoki nafaqat opam, pochchaman.
pochchamni 3,5 yoshimdan beri taniyman. Ular sevishib turmush qurishgan. Mani adadirding kichkinaligingda deyiladi pochcham. O'shanga uligami qo'ng'iroq qilaman, hattoki uyda oilaviy yig'ilish bo'lsa ham menga telefon qilib aytadiki, Feruzga bolalaringni olib kel, oilaviy o'tiribmiz deganlar, bitta seni chaqiryapmiz deganlardi. Muhokamalarsiz eshitib beradigan, muhokamalarsiz sizga rostdan so'zda emas, qanaqadir amaliy yordam ko'rsatadigan inson meni hayotimda borligidan xursandman. Opalik pozitsiyam, meni fikrim, qo'limizdan kelsa yordam berishimiz kerak bir-birimizga. Kimni qo'ldan kelsa pul bilan yoki mehnati bilan yoki munosabati bilan. Shu meni kuzatuvlarimdan, agar ota-onani munosabati yaxshi emas bo'lsa, o'z opa-singillari va aka-ukalari bilan qanaqa tarbiya berishmasin bolaga. Chunki farzandlar bu aks. Ota-onaga qilgan xatosini ko'rsatib qo'yish uchun shunaqa situatsiya bo'ladiki, qancha mehrli qilmoqchi bo'lsangiz ham baribir farzandlar mehrli bo'lmaydi. Bu ko'p hollarda farzandlarni hayoti yaxshi bo'lishi bu ota-onaga bog'liq. Ota-onamiz halol yedirganligi uchun, ota-onamizni munosabatlari yaxshi bo'lganligi uchun yaqinlari bilan shu darajaga yetib o'tiramiz. Halol yeganimiz uchun. Matematikaga o'quvi ancha yuqori bo'lgan qahramonimiz maktabni bitirgach, O'zbekiston Milliy universitetiga o'qishga kirdi. Oliy ma'lumot olgach, biroz muddat bankda faoliyat ko'rsatdi. Keyin o'qituvchilik ham qildi. Lekin keyin turmush o'rtog'i bilan birgalikda boshqa ishlarning boshidan tutdi. Reklama agent bo'lib ishladik. Gazeta jurnaliga podpiska 90-yillarda eng mashhur. O'sha yerda ishladik. Keyin qanaqadir bizneslar qilmoqchi bo'ldik. Pulga tushib qoldik, yana qildik. Shunaqa qilib oyoqqa turdik. Darvoqe, qahramonimiz turmush o'rtog'i bilan maktabda birga tahsil olgan. Ular 8-sinfda o'qiyotgan kezlari bir-birlariga ko'ngil qo'yishgan. Men bitta narsani aniq bilaman. Oilani qurish buzishdan qiyin. Bu mehnat. Oilani qurish kerak. Mehnat qilish kerak. Agar siz shu oila bilan yashamoqchi bo'lsangiz, men turmush o'rtog'im juda sabrli insonlar. Yaxshi insonlar. O'zlariga ham aytaman, rahmat deyman, chunki men bilan yashash oson emas deb o'zim ham hattoki o'ylayman. Sevgi muhabbatimiz hozirgacha saqlanib qolgan. Bir-birimizni juda qattiq hurmatimizni joyiga qo'yamiz. Sevamiz deb o'ylayman. Endi men sevaman, ularni bilmayman. Eng asosiysi mehr, hurmat bor. Gavhar oilaviy tarzda biologik faol qo'shimchalarni sotish bilan ham shug'ullandi. Yetarli tajriba to'plagach, bat ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdi. Keyin biz o'zimizni ilmiy tadqiqotchilar bilan ishlab, Yadерный fizika institutiga olimlar bilan ishlaymiz. Va yana boshqa O'zbekiston tadqiqotchilaridan sinalgan retseptlarni sotib olib, keyin o'zimiz ishlab chiqarishni boshladik. Albatta 15 yil sotdik, setivoy marketing qilib. Qarasak foydasi kam bo'lyapti, boshqa bizneslarimiz bor, uni to'xtatdik. 3 ta mahsulotimiz bo'yicha ilmiy ish qilingan, bittasi bo'yicha bitta PhD, 2 ta ilmiy ish qilingan, har xil yo'nalish bo'yicha. Toshmaydan professor telefon qildilar. Zo'rg'a topdim sizlarni uchrashaylik deb. Borsak, ketdilarki, mahsulotingiz zo'r, qatdan nima qilsa bo'ladi? Retseptga yozmoqchimiz. Tabiiy sifati yaxshi deganlardan keyin qayta ishlab chiqarishni boshladik hozir. Qahramonimiz o'rni kelgani uchun eng yaxshi biznes hamkori kim ekanligi haqida aytib o'tdi. Meni fikrim, shaxsiy fikrim, turmush o'rtoq bu partnyor bo'lish kerak, turmush o'rtoq bo'lish kerak. Ham dugonangiz bo'lish kerak, hammasi men turmush o'rtog'im, yaqin dugonam yo'q. Ikkalamizdan chiqadi. Keyin qilib ko'ramiz. O'xshamagan holatlar ko'p bo'ladi. Yaxshi bu, shu o'xshamagan holatlarning orqasidan keyin oxiri o'xshaydi, nimadir o'xshaydi-da.
biznes sirlarini o'zlashtirib borayotgan bu ayol turmush o'rtog'i bilan birga muhim g'oyalarni yuzaga chiqarish harakatida davom etyapti. IT kompaniyamiz bor, keyin uskunalar yetkazib berish kompaniyamiz bor va savdo sotiq kompaniyamiz bor. Marketplace hozir razrabotka qildik, uni hozir zapusк qilamiz. Qahramonimiz shu o'rinda ota-onaning farzandga munosabati yuzasidan fikrini aytib qoldi. Har bitta inson o'zini hayoti bilan yashash kerak. Farzandlarimga ham shunaqa deyman. Eng kichkina 18 yoshli qizimiz hozir Xitoyda. Xochini qizilga ham bo'yaydi, ko'kka ham bo'yaydi, nima qilsa qiladi. Hammasiga ruxsat beramiz. Eng asosiysi o'g'irlik, noto'g'ri yurish bo'lmasa bo'ldi. Farzandlarimiz bizani mulkimiz emas. Ular alohida odam. Menga ham to'siq bo'ladigan bo'lsa, men gaplashib olaman. Kelishish kerak. Oila bu kelishuvdan iborat. Yillar davomida ikkita kattamizni ozgina urishib qo'yganmiz. Bolalardan kechirim so'rashga qo'rqish kerak emas. Munosabat yaxshi bo'lmagan, baribir o'zbek oila ozgina. Shuni hisobiga bolalarga sirvatsa qilganmiz, keyin kattaroq bo'lganda kechirim so'radim, shaxsan o'zim. Haligacha so'rab turaman, bu noto'g'ri bo'lgan. Shu o'tmishim, mana shu o'tmish esimda bor. Hattoki hozir kelinimdan, kimdan, xodimlarimga ham noto'g'ri gapirib qo'ysam, joyida gaplashib, kelishib olamiz. Mendan xato o'tgan bo'lsa, hech qachon kechirim so'rashdan uyalmayman. Men bu xonadon kelin bo'lib tushganimga 7 yil bo'ldi. Biz turmush o'rtog'im bilan sevishib, bir-birimizni tanlab turmush qurganmiz. Oyijon faqatgina bizani qo'llab-quvvatlaganlar bu borada. Men yeng kelinligimda juda ham yosh bo'lganman, 19 yoshda turmush qurganman. Hamma narsaga qayg'uradigan, mayda narsalarni ham o'ylaydigan odam bo'lganman-da. Juda ham his qiladigan katta problem bo'lmasa ham, o'qishda masalan mayda narsalarga xafa bo'lardim. Keyin oyijon bilan shu 7 yil davomida juda ham ko'p narsa o'rgandim oyijondan. Har doim aytaman, oyijon, siz bizani uyimizdagi eng energiyaga boy, eng pozitiv insonimizsiz. Sizdan biz energiya olamiz, biz kuch-quvvat olamiz-da oyijon. Rostdan ham shunaqa, chunki oyijon nima ish boshlasa ham, nimadir qilmoqchiman oyijon deb kelsa ham, masalan, men kelinlari bo'lsam ham, har doim qo'llab-quvvatlaydilar, shularni yaxshi ko'raman. Keyin hammani o'zini chegarasini hurmat qiladilar. Masalan, farzandlarni ham, meni ham, kelinlarni ham, yon atrofdagi hamma insonlarni chegarasini hurmat qiladilar, fikrini eshitadilar, fikrini hurmat qiladilar oyijon. Talablaringiz ko'p emasmi bolalar unga nisbatan? Umuman talabim hech kimga nisbatan yo'q. Hozirgi shaxsiy fikrim, inson o'zini talablarini o'zi qondira olishi kerak. Farzandlarimiz oyoqqa turishiga ozgina xalaqit bermasligimiz kerak. Ro'paramizdagi ayol nafaqat biznesda muvaffaqiyat qozondi, balki astoydil harakat qilib, anchagina vazn tashlashning uddasidan chiqdi. Hech qachon turmush o'rtog'im ozgan demaganlar. Hech qachon. Karantin paytida, endi vaqtimiz ko'p bo'lib qoldi-ku. Karantin paytida oynaga qarab yo'qmadim o'zimga. Turmush o'rtog'imga aytdim, "Men 20 kilo ozaman" dedim. "Ozolmaysan" dedilar. Bu paytgacha ham kremlyovskiy diyeta qildim, go'shtli diyeta qildim, ozdim, semirdim. "Ozolmaysan, ozing yopmaguncha" dedilar. "Bo'l, ozaman" dedim. Ro'za boshlanib qoldi. Ro'zada boshladim. Birinchi oy 4 kilo ozdim. Bir yilda 22 kilo ozdim. Shu bilan interval ochlik. Bitta narsani aniq bilaman, osh, somsa, shirinlik, manti, xonim yemaganimga, non yemaganimga 7 yil bo'ladi. Aniq bildim, inson bir mahal, maksimum 2 mahal ovqat yeb, sog'lom, baquvvat, energichniy bo'lishi mumkin ekan. Ozganimdan keyin lyj uchishni o'rgandim, konkiga turdim. Tog'i tepalarga chiqib ketamiz, ryukzak osib, oldin ham chiqardim. Hozir ko'proq chiqaman, chunki yengilman.
Endi qahramonimiz 3 nafar nabiraning buvisi sifatida ular bilan qanday munosabatni yo'lga qo'ygani borasida aytib o'tadi. Toq olib chiqaman, lyjaga olib chiqaman. Mani ko'rishsa faqat aktiv hayot ularning ko'zida. Men unaqa ovqat yedirmayman. Ovqat qilib bermayman. Ovqat bizda har doim oxirgi o'rinda. Mani ko'rishsa faqat qachon lyjaga boramiz, qachon poxodga chiqamiz. Shu ryukzak ko'tarib ketishadi, yayov yurishadi. Ho'l bo'lsa ham, sovuq qotsa ham indamasdan ketadi, chunki ikkinchi olib ketmayman deyman. Bir konfamitdagi mashinamni almashtirmoqchi bo'ldim. Feruz, minilgan mashina olmagin dedilar. Nima desa, uni boshqacha energiyasi bor. Mana shu narsani aytganlaridan keyin haqiqatda avtomobilimni almashtirgan, bilasizmi, nimani his qildi inson. Bir muzokarada bo'ldim va bu muzokarada o'sha yangi energiya, sizga ichki xotirjamlik hissidan bitta shartnomam, pullik shartnomam o'sha xotirjamlik hissini ijobiy yakunladi. Men o'ylamagan edim, men o'zim foyda qilaman bu shartnomadan, kelishuvga erishaman. O'zim tashabbus bilan chiqib, o'zim yaxshigina daromadga ega bo'ldim. Rostdan ham to'g'ri aytgan ekanlar-da. Pul umuman olganda sizga xotirjamlik berar ekan. Yaxshi yashash imkoniyati hammada bor deydi tadbirkor ayol. Pulimiz yo'q paytda, mana yana o'tmishga qaytyapman. Pulimiz yo'q paytda aytishadi-da, men tog'ma-tog' juda ko'p yuraman. Sani puling bor deyishadi. Pulimiz yo'q paytda farzandlarimizni elektrichkaga o'tkazib borganmiz. Yelkamizga o'tkazib borganmiz, sumkaga osib olib chiqqanmiz. Hammada bor imkoniyat. Azizgina harakat, ozgina harakat va niyat. O'tmishimiz bizga xalaqit beradi ko'pincha. O'tmish bilan nada razobratsa. O'tmish bilan kelishib olish kerak. Kechirim so'raydigan odamingizdan kechirim so'rashingiz kerak. Qarzingiz bo'lgan odam pulini borib berib kelishingiz kerak. Shu o'tmish bilan kelishib olish kerak-da. Lekin men kuzatuvlarim ota-onamizni hayoti hayotimizga ta'sir qiladi. Ota-onamiz agar sag'al harom yedirib qo'ygan bo'lsa, men harakat qiling o'xshamaydi. Hech narsa. To o'sha harom sizdan chiqib ketmagunicha. Hozirgi vaqtdagi fikrim, birinchisi niyat. Yaxshi niyat. Ikkinchisi Allohga tavakkal, uchinchisi ozgina harakat. Hattoki shuni ham qilmaydi odamlar. Baxtsizlik, baxtlilik, men hattoki shu paytgacha o'ylab ko'rmaganman, baxtlimanmi yo'qmi. Chol kampirga qaradik. Bizning oldingi partnyorimizni ota-onasi bir kun tushimga kirdi. Vadim, Alloh rahmatiga olsin, ketyapmiz. Oldin ishlaganmiz, keyin buzilib ketgan отношениямizda tushimga kirdi-da, taksida ketyapmiz birga. Vadim, yaxshimisan desam, "Ya umер, я под холодной землей" dedi. Voy dedim, Roshanaka yuring, borib ko'rib kelaylik dedik. Borsak, babushkasi kasal yotibdi, otasini oyog'ini kesib tashashgan. U ham kasal. Bitta qarori onasi bor. Keyin yordam berishni boshladik. Yordam berishni boshladikda, ular ham bizga yordami tegdi. Hayot davomida. Shu bilan ularning umrini oxirigacha birga bo'ldik. Buvisi o'lib ketdi. Otasini ikkala oyog'ini kesishdi. Ikkalovi ham hozir Alloh rahmatiga olsin o'tishdi yaqinda. Juda katta dars berib ketishdi. Yonida hech kimi yo'q. Ikkita oyog'i yo'q. Hech qachon hayotdan nolimasdan yashab berishdi, dostoyna yashab berishdi. Bitta narsani men bildimki, o'lim bilan tug'ilish o'rtasida yashab berish bu yaxshi yashab berish. Hattoki hech kimi yoningda bo'lmasa ham, kasal bo'lsang ham bu juda katta matonat ekan. Hayotimiz rosa qisqa. Ovqat qilishga,
kim bilandir urushishga, kim bilandir o'ylashga yoki uy yig'ishtirishga ketkazishimiz kerak emas. Bizning xonadonimiz bizga xizmat qilishi kerak. Biz uyga emas. Hamma narsa insonga xizmat qilish kerak. Rosa qiziq narsalar ko'p hayotda. O'zbekiston esa chiroyli. Yaxlagan suvga tushib ko'rish kerak qishda. Sovuq suv quyib ko'rish kerak. Sakrash kerak tepadan, parashyutda uchib ko'rish kerak. Chunki hayotimiz juda qisqa. Har doim oyijon aytadilar, alohida yashaylik, xohlasanglar alohida yashaylik, oilanglar bilan, o'zinglar turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz bilan alohida yashaylik deydilar. Boshida yeng kelaligimda buni qanaqadir balki biz ham qachondir alohida yashaymiz deb o'ylardim, lekin hozir hech qachon deyman. Mana oyijon o'zlarga ham aytaman, alohida chiqib ketmayman deb aytaman-da. Yoshim 53 da. Har qandoq yoshda ham hayot endi boshlanadi. Har kuni endi boshlanadi, har minutda endi boshlanadi. Yashash juda oson. Yaxshi yashash undan ham oson. Faqat insoniy mezonlar buzilmasligi kerak. Hayotimizda bo'ladigan har xil voqealar, yiqilishlar, pulimiz bo'lmaydi, kasal bo'lib qolamiz. Hammasi bu ish jarayonlari. Agar bu narsalar bo'lmasa, kimdir aldab ketadi. Endi o'zimiz aybdor bo'lamiz. O'zimiz ahmoq bo'lsak, hamma aybdor emas-ku. Ahmoqligimiz sabab. Inson faqat o'zini hayotini o'zi olish kerak bo'yniga. Javobgarlikni. Bizani o'zimizni hayotimizni javobgarligi faqat o'zimizda. Kimdir aldasa, kimdir xafa qilsa, kimdir bizani urib ketsa, hammasiga sababchi faqat o'zimiz, boshqa hech kim emas. Siz uchun yangidir mening hikoyam, qalbim hali sizga notanish qo'shiq. Bilmadim neni tanlaysiz, kim zarga oshiq, kim dilimga oshiq. Tanishing, bu menman qalbini ochgan. Bir dilman orzuda uchgan. Ba'zida sukunat, ba'zan sabrman. Tanishing, bir gulman, muhabbat sochgan. Muhabbat sochgan. So'zlarimdan alam izlamang aslo, sizni chalg'itmasin behuda xayol. Bu hislar yolg'onga sig'mas hech qachon. Agarda qalbini ochsa bir ayol. Tanishing, bu menman qalbini ochgan. Bir dilman orzuda uchgan. Ba'zida sukunat, ba'zan sabrman. Tanishing, bir gulman, muhabbat sochgan. Muhabbat sochgan.